Qurilgan hujjatini bering aka. Yo'q. Burada hujjat yo'q. Hujjatingiz yo'qmi? Sizda ham hujjatingiz yo'qmi? Navoiyda brakonyerlar ekologiya inspektoriga kuch ishlatdi. Navoiy viloyati Qiziltepa tumanida ov qurollari bilan qurollangan bir guruh brakonyerlar ekologiya boshqarmasi tezkor guruh xodimiga qarshilik ko'rsatib, kuch ishlatgani ma'lum bo'ldi. Ichki ishlar bo'limining dastlabki surishtiruvida videodagi 5 nafar fuqaroning shaxsi aniqlangan. Ular To'dako'l suv havzasida hududiga noqonuniy ov maqsadida kirib, xizmat vazifasini bajarayotgan inspektorning qonuniy talablariga bo'ysunmagan va unga nisbatan zo'ravonlik qilgan. Ko'rik chog'ida ularga tegishli yuk mashinasida bitta yovvoyi quyon, 2 dona yovvoyi o'rdak va ruxsatnomasi bor 4 ta ov quroli topildi. Shuningdek, brakonyerlar qochishga urinish jarayonida Buxoro viloyatidan ko'cha guruhlari yordamiga chaqirgani ham aniqlangan. Hozirda Qiziltepa tumani Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Eslatib o'tamiz, bundan oldin Farg'onada ham hokim o'rinbosari ekologiya inspektori kuch ishlatgani uchun ishdan olingan va unga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan edi. Eng so'nggi xabarlarni Paradigma.uzda kuzatib boring.